Yema nasos sezon başladı deb turib mana bismillah deb boshladik nasoslarni. Nasos sezonda aksiya qilamiz biz endi. Bunday aytganda yelga jengilik qilish kerak bo'lib o'tadi. Nasosda eng yaxshi jag'i bu. Qaysinsi nasos eng kuchlisi desa, bunday высоконапорный bo'ladi. Высоконапорный. Buna jo'nakay prostoy nasoslardagi bor bunday. Mana. Bu высоконапорный emas. Endi bardig'i bilsa kerak. Bilmaganlar uchun bir sira tushuntirib o'tamiz. Eng yaxshi nasos buna bo'ladi. Qanday bo'l desa, bu высоконапорный. Buni ichida kirchatkasi bo'ladi, olisga haydaydi, vысотаga uzun jerini haydaydi. Dag'i buni xarakteristikasini yozib qo'ygan. Mana. Kubichkizдағы aytab qo'ygan, оборотындагы жазып qo'ygan bu yoqda, tartishchag'i bu yoqda pastdan diametr 50 razmerda tortadi. Eng kuchlisi buna. O'sha filma bo'ladi. Ana buni emi sezon kelganda nasos senasini ko'tarib bular degan so'zlar bo'lmaslik uchun biz buni kelishindagina aksiyaga tushirib qo'ydik. Buni-chi. Bunday aytganda burun bu 15.000 so'm sotilgan nasos. Endi hozirgi uchurda elga jengilik bo'lish uchun biz aksiya qilib buni qanday qilsak ekan deb o'ylanib, kengashib 11.000 so'mdan qilib qo'ydik. 11.000 so'mdan высоконапорный, benzinli, soatni 1 litr расход qiladi. Ishlash kachesasi yaxshi, xudo xolasa. Ana yo'q, menga kichkinaroq razmer degan kishilar uchun o'zi nasatkalarida bor bunday. Kimga kerak bo'lsa, Qarasuv bozor 6-qator 2-konteyner. Muhammad deb izlab kelarsizlar. Mo'sh sizlar alisdanman men, bora olmayim degan kishilar uchun ola turgan bo'lsa, bunday biz upakovka bo'yicha jo'natib beramiz mana. Yashni korobka bo'yicha. Ustida telefon nomerini yozib, adresimizni yozib qo'yamiz. Ketayotgan adresga jo'natib qo'yamiz, biroq jo'lkira haqisini berib to'sib olasizlar. Bizning deregimiz Qarasuv bozor 6-qator 2-konteyner. Muhammad deb kelaverasizlar. Kimga qiziqti bo'lsa, kerak bo'lsa, baylanishib WhatsApp primoy nomeri bilan so'rashsak bo'ladi.